O'zbekistonni eng chiroyli, eng nufuzli bayrog'i. Buni uzoqdan ko'zim o'tadigan bir nimada masofada ko'rsam agar odamni albatta kayfiyati ham boshqa bo'ladi. Mana shu o'zbek bo'lgan odam kimki bo'lmasin, albatta o'zimizni merosimizdan, o'zimizni mana shu vatanimizdan eng chiroyli, eng muqaddas yerimizdan, zaminimizdan g'ururlanishga asos bor demoqchiman. Qizim, Bayojon, bugun haftaning nechinchi kuni? ikkinchi kuni seshanba. Barakalla. Bugun haftaning ikkinchi kuni seshanba 18-noyabr sanasi ekan. Bilasanmi qizim, 18-noyabrda O'zbekiston Respublikasining bayrog'i tashkil topgan kun. Ha, men vaqtida ko'rganman bayroqlarni. Bayrog'imizda havo rang, qizil rang, oq rang va yashil ranglardan iborat. Bilib oldingmi qizalog'im? Ha, jon bilib oldim. Mana qizalog'im, bog'changga ham kelib qoldik. Qizalog'im, mana guruhingga ham kelib oldik. Assalomu alaykum Iroda Hamzayevna. Assalomu alaykum Siroya Erkinovna, yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Yaxshi dam olib kelib qoldingizmi? Rahmat. Imonaxon, sen yaxshimisan qizim? Bugun O'zbekiston Respublikasi bayrog'i tashkil topgan kunga 34 yilligiga bag'ishlab ijtimoiy obyektlar tasarrufida ijodiy ishlar tanlovi o'tkazilyapti ekan. Xabaringiz bormi? Ha, albatta Iroda Hamzayevna. Bu yangilikdan xabarimiz bor. Tayyorgarlik ham ko'rib qo'yganmiz. Bolajonlar bilan unday bo'lsa chiroyli. O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini rasmini chizib, tanlovda faol qatnashishlaringga omad tilayman. Kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Biz hozir bolajonlarim bilan judayam ajoyib rasmlar chizib, bu ko'rik-tanlovga o'z hissamizni qo'shamiz. Xayr, qizalog'i. Xayr qilay jonimga. Bolajonlar, bugun 18-noyabr bayroq qabul qilingan kun ekan bolalar. Bugun sizlar bilan 18-noyabr bayroq kuniga atab chiroyli rasmlar chizamiz. Bayroq rasmini chizamiz bolajonlar. Qaranglarchi, bayroq davlat ramzimiz hisoblanadi-ya. Qaranglar bolalar, bayrog'imizda havo rang va yana qanday ranglar bor? Qizil, oq va yashil ranglar bor-a, bolalar. Qaranglarchi, yana ranglardan tashqari bayrog'imizda yana nimalar bor? Yulduzlar va oy bor ekan-a. Qani kelinglar, bo'lmasam sizlarni joyingizga taklif qilib qolaman. Sekin joyimizga joylashib o'tirib olamiz. So'raganimda meni bayrog'im kuni chiqyapti. Men buni yirtib tashlamoqchiman. Yo'q qizim, Muslimaxon, bayroqni yirtish, uni buklash, oyoq ostiga tashlash mumkin emas qizim. Qani, qalamingni olchi, men senga hozir bayrog'ing chiroyli chiqishi uchun senga yordam berib yuboraman. Ikkalamiz birgalikda uni hozir bo'yaymiz. Qani boshla qizim. Bolajonlar, bugungi chizgan bayrog'imizni o'z nihoyasiga yetkazdikmi? Qani unda hozir o'rnimizdan turib, issiq kiyimlarimizni kiyib, ko'chaga, marafonga yo'l olamiz va mana bu bayroqlarimizni tengdoshlarimizga va ukalarimizga tarqatib chiqamiz. Qani bolajonlar, ketdik.
qanday ato. Bayroq qalqib turgan qaynoq qalbimiz. Dunyoda ilk bayroq bu odam ato. Momo havo bayroq titrar labimiz.